motorlarning ichidagi mana zubcha remen bilasizlar, moyni ichida aylanadi va bu egasini ko'ngliga kelib qolgan 3 ta trekerda 3 ta zubcha remeni, ya'ni har xil bir xil mashina, har xil shoper va bir-biriga yaqin probeglar. Assalomu alaykum. Qadrli obunachilar, salomatmisizlar? Bugungi videomiz yana servisdan va yana sizlarni dvigatellaring, ya'ni mashinalarning katta xarajatga tushib qolmasligi uchun kerakli ma'lumotlar va maslahatlarni berish maqsadida yozyapmiz. Ko'ryapsiz, treker mashinasi probegi atiga 85 ming kilometr bilan bizni servisimizga kelishdi. Biz bunga eng ko'p qiladigan ishimiz mes hadovoy qilib beryapmiz va motorlarning ichidagi mana zubcha remen bilasizlar, moyni ichida aylanadi va bu egasini ko'ngliga kelib qolgan probegga men endi ochib ko'raylik va almashtirib bering remenni o'zini deyishdi. Bilasizlar, undan oldingi kontentlarda, videolarda olib sizlarga aytgandik. Bu zubcha remen motor ichida qanchalik muhim ahamiyatga egaligi. Ya'ni motor 3 silindr turbo bilasizlar va bu zubcha remen moyni ichida aylanadi. Va buni sizga uzoq xizmat qilib berishingiz uchun eng kerakli muhim narsa bu moy bo'ladi va topliva, benzin yoki propan. Endi men sizga hozir aytib o'tkazib berib ketadigan ma'lumotlar shundan iborat bo'lyaptiki, qo'limda 3 ta trekerda 3 ta zubcha remeni, ya'ni har xil bir xil mashina, har xil shoper va bir-biriga yaqin probeglar. Yaqinroq hozir ko'rsatamiz kamera bilan, lekin undan oldin sizlarga muhim narsani aytib qo'yishim kerakki, bu remenni uzoq xizmat qilib berish uchun va sizning mashinangizni motori xotirjam 100 ming 150 ming kilometrda ham mana shu remenni almashtirishda imkoni bo'lishi uchun asosiy narsa bu moy. Moy to'g'risida kontentlar qilib boryapmiz, ko'ryapsizlar, fikrlaringizni kommentariyaga yozyapsizlar va eng kerakli narsa bitta motor moyini qanday tanlab, qanday ishlatishimizdan bitta baqa kelib ko'rsatgan. Motor ko'ryapsiz, bunaqa juda ham katta emas, deyarli Tiko motor desa ham bo'ladi, 3 ta silindr va bu yerda turbosi borligi uchun mana remen, zubcha remeni moyni ichida aylanyapti. Bitta bo'lib ham bitta emas, ikkita bo'ladi, pastda ham bo'ladi. Xullas, bu zubcha remenni sifatli bo'lib va uzoq xizmat qilib berish uchun eng muhim narsa, yana qayta aytayapman, bu moy va buni o'zini dopuski bor, GM Dexis 1 Gen 3 dopuski. Bu juda ham muhim ahamiyatga ega, lekin ko'pchilik oddiy bundan oldingi mashina turlarida bo'lgani kabi, misol uchun qancha qimmat moy qo'ysa, motor uchun o'sha shunchalik foydali bo'lar edi, lekin bunda bu ishlamayapti. Ko'rib turibsiz, mana shu qo'limdagi zubcha remenni holati juda ham abgor holatda chiqdi. Buni probegi 97 ming kilometrda shunaqa holatda chiqdi. Endi men buni sizga qaysi moydan qo'yishganini bilaman, lekin ayta olmayman. Sababi siz uni Malibu'ingizga, siz uni Equinox'ingizga, siz uni Gentra'ngizga, Cobalt-ingizga qo'ygan bo'lishingiz mumkin. Narxi ham 150 ming, 160 ming turadigan qimmat girmayski, hamma tanib uni quysa qandaydir mashinasiga obro' olib beradigan moy, lekin bunga tushmagan. Bu bo'yicha mutaxassislar bu moyni quyish tavsiya qilinmaydi deb aytgan. Men ham o'zim ham servisimizga kelganda, mabodo siz shunaqa qo'yaman desiz, men o'zim bilganimni qilib sizga shu ma'lumotni aytaman. Shu ma'lumotni aytaman va bu moy sizni motoringizga to'g'ri kelmaydi, quyish tavsiya qilinmaydi deyman va quymaslik ixtiyori o'zingizda qoladi. To'g'rimi? Operator nima kulyapsan? Meni kuldirib yuboryapsan. Ular sizlarga shu qimmatli ma'lumotlarni olish ham oson emas. Aytsa, operatorimiz Doniyorbek yosh go'dak. Shu gaplarga endi obuna qo'yinglar, kommentariyaga yozaringlar. Men bitta o'zini ko'rsatib qo'yaman, aka. Bitta ko'rsatib qo'yaman. Mana kulyapti ana. Kelishini qarang. Ha? Mana shu ma'lumotlarni endi beryapman. Nimagadir shu kelaveradi. Oson emas kontent olish. Ular bu video albatta YouTube'ga chiqadi va sizlar kommentariyalar yozasizlar, profilga obuna bo'lasizlar. Trekgacha 12-chilar bo'lsa, bu videoni albatta yuborib qo'yishimiz kerak. Meni tavsiyam, akalar, to'g'ri moy quyinglar, unaqa reklamaga uchmanglar, marketing qurboni bo'lmanglar. 150 ming, 160 minglik moy quyishda nima keragi bor? 800 ming so'm, 700 ming so'm pul sarflashib, endi men qimmat moy quydim, men 10 ming yursam bo'ladi, 12 ming yursam bo'ladi deysizlar, lekin mana bu narsa bo'ladi. Mana bu qo'limdagi remen esa xuddi biz aytgan tavsiyalarimiz bo'yicha haydab kelgan shopirimizni mana remeni. Usul holatda dedim sizlarga. Bu zo'r chiqdi. Bu o'rtacha, bu vashi rasos chiqib ketdi. Endi mana shu o'rinda sizlarga aytganimdek mana 3 ta treker, 3 xil shopir haydagan
ko'rib turibsiz, idealniy o'rtacha, juda ham abgor holatda, hammasini probegi 100 ming kilometrga yetmagan. Lekin mana bu hozir almashtirayotgan mashinamizni bemalol yana 20-30 ming kilometr yura olar edi, shunaqa tartibda haydasa. Buni maksimumi bor 150 ming, 180 ming kilometr. Buni maksimumi esidan chiqib qoladi, lekin yaxshi reglament bo'yicha yaxshi qaragan. Mana bu holatda lekin 100 ming kilometrga yetmasligi ham mumkin bo'lardi. Buni ekstremal har xil sharoitda haydagan izda. Endi moy to'g'risida aytganimda, akalar, sizlarga tavsiyam, biz servisimizda yoki mijozlarimizga ham doim aytamiz, o'sha hamma joyda reklama bo'lib aylanadigan, blogerlar reklama qiladigan moyni kelib bu mashinaga quymoqchi bo'lasiz, lekin aka byudjetingizga qarang, bu mashinani moyini baribir siz 5000 kilometrda almashtirishga majbursiz. Sababi buni ichidagi dopuski va buni ichidagi prisatkalari bu motorga tushmaydi. Meta turbosi, remeni hammasi tushmaydi deb ogohlantiramiz va uni o'rniga haqiqiy shuni dopuski bor, bunga quyish to'g'ri kelgan yog'lar bor, ular reklama qilinmaydi, lekin dopuski bor. Biz o'rtacha 100 ming so'm, 110 ming so'mdan 1 litri 400 ming, 450 ming atrofida almashtirib beramiz, lekin biz aytamiz 5 ming kilometrda yurib to'kib almashtirishingiz kerak. Endi esingizdan chiqib qoldi, 6 ming, 7 ming kilometr yurib ordingiz. Ana o'shanda ham mana bunaqa holat bo'lmaydi. Sababi bu o'sha to'g'ri kelmagan moyni quyganligi uchun bo'lgan. Bunaqa holatda ham bo'lmasligi mumkin, lekin bunaqa holatda bo'lishi mumkin, o'rta me'yoriy holatda. Lekin bunaqa ideal bo'lishi uchun o'sha aytilgan 5000 kilometrmi, 5000 kilometrda sifatli moy doim bir xilda quyib yurish tavsiya qilinadi. Mana shu joyida moyni reklama qilib ketishimiz ham mumkin bo'lar edi, lekin biz sizga servisga kelganingizda yoki bizga telefon orqali aloqaga chiqqaningizda biz sizga o'sha o'zimiz ishongan moylarni bemalol ayta olamiz. Fikringiz kommentariyaga yozib yuboring. 12chi trekkerchilar bo'lsa, albatta bitta shu holatini bitta ko'rsatib qo'yaylik. Servisimizda hozir mana Zubchatremen, Merskadov ishlari o'rtacha bularga misol uchun bunga 3-4 soat, Merskadoviga 1,5-2 soat, o'rtacha 5-6 soat vaqt ketar ekan. Yozilmoqchi bo'lsalar, pastda raqamlarimiz bor. Instagram, Telegram gruppalarimiz bor. Aloqaga chiqsalar bo'ladi. Narxlarni ham biz zo'r narxlarda qilib beramiz obunachilarimiz uchun. Video foydali bo'ldi degan umiddaman. Albatta like bosing, obuna bo'lib qo'ying, salomat bo'ling. Do'stlarga, qarindosh gruppa, mahalla gruppa, Telegram guruhlariga bu videolarni tarqatib qo'ysalar, yana ham foydali bo'ladi degan umiddaman. Salomat bo'lasiz.